Murakkab iqlim sharoitida joylashgan O'zbekiston suv resurslari taqchilligi kuchayib borayotgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Mutaxassislarning fikricha, so'nggi 50-60 yil ichida O'zbekiston uchun chuchuk suvning asosiy manbai bo'lgan Markaziy Osiyodagi muzliklar maydoni qariyb 30% ga qisqargan. Hisob-kitoblarga ko'ra 2050-yilga kelib, Markaziy Osiyoda chuchuk suv tanqisligi mintaqaga yalpi ichki mahsulotni 11% ga pasayishiga olib kelmoqda. Mana shunday hisob raqamlar va taxminlar bilan bugungi ko'rsatuvni boshlaymiz. Assalomu alaykum, bu o'zimizda tok shousi. Biz ko'rsatuv avvalidan Markaziy Osiyo haqida gapirishni boshlaymiz, ammo biz uchun muhimi o'zimizning uyimiz, albatta O'zbekiston. O'zbekistonda ichimlik suv bilan vaziyat asli barqarormi yoki shtraf qilaman, qamayman, takror qilsang pismalonchi bo'ladi degan kimlardir uchun cho'pchakdek tuyulayotgan ana shu holatlar asoslimi? To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bugungi kunda ichimlik suv masalasi, umuman suv masalasi nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda global ahamiyat kasb etayotgan, umuman muammoli vaziyatlarga duch kelayotgan masalalardan, kun tartibidagi muammolardan biridir. Birgina 2016-17 yillarda aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 60% atrofida edi. U ham qog'ozlarda, raqamlarda hech kim xonadonma-xonadon o'rganmagan, mahalla kezmagan edi. Davlat rahbarining siyosiy irodasi tufayli, ushbu sohaga qaratayotgan shaxsan prezidentning e'tibori tufayli mana bugungi kunga kelib aholini markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 82% ga yetdi. U bir yillik suv sarfimizni 100% deb oladigan bo'lsak, bor yo'g'i 20% gina o'zimizda shakllanadi. Bu degani o'zimizda yog'adigan qor yomg'irlar, eriydigan muzliklarning hisobiga 20% gina o'zimizda, qolgan 80% transchegaraviy daryolar orqali qo'shni davlatlardan kirib keladi. Bu degani qo'shni davlatlarni o'sha tojik qo'shnimiz, turkman, qirg'iz qo'shnimiz ertalab uyg'onib kayfiyati yo'q bo'lib, o'sha suvimizni yopib qo'ysa, oddiyroq til bilan aytganda, biz o'sha 20% suvni o'zimizga yetkazishimiz kerak bu degani. Lekin biz hali ham suvga nisbatan xo'jasizlarcha munosabatda bo'lib kelyapmiz. Ayniqsa biz hozir ichimlik suvi haqida gapirayotgan bo'lsak. Birinchisi nima bu? Birinchisi, umuman suv zaxiralarimizni 90% ni qishloq xo'jaligiga ishlatyapmiz. Hali hanuz o'sha garchi davlat rahbari 2018-yilda birinchi me'yoriy hujjatga imzo chekkanlar. Tomchilatib sug'oringlar, yomg'irlatib sug'oringlar, agrotexnik tadbirlarni o'zgartiringlar, umuman munosabatni o'zgartiringlar yerga, suvga nisbatan deb. Hali 2030-yilga borib 100% o'sha suv xo'jaligi vazirining ma'lumotlariga qaraganda 100% tomchilatib, yomg'irlatib sug'oramiz dedilar 2030-yilga borib. Lekin Jahon banki tahlillariga ko'ra 2030-yilga borib O'zbekiston aynan Markaziy Osiyo suv taqchil mamlakatlar qatoriga kiradi. 33 ta mamlakat bo'ladi unda. Hozir 26 ta mamlakat bor shunaqa. Suv taqchil qizil zonaga kirgan. Bu fikrli paradoks. Ikkinchidan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, kechirasiz, 2050-yilga borib Markaziy Osiyo aholisi 100 million kishi bo'ladi degan. Undan 50 millioni o'zbeklar bo'ladi degan. Endi men sizga bitta qisqa raqamni aytaman sizga va teletomoshabinlarimizga. Umuman suv zaxiralarini oldida turgan 3 ta muammo bor. Birinchisi, ekologik vaziyatning yomonlashib borayotganligi. Bu bevosita suv zaxiralariga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Ikkinchisi, ishlab chiqarish korxonalarining kun sayin soni ortib borayotganligi. Bularning 99% chuchuk suv zaxiralaridan foydalanadi, ya'ni ichimlikka yaroqli suv zaxiralaridan foydalanadi. Bu ham o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Jumladan holatlar, qaysi holatlar? Masalan, tekstil korxonalarining ko'payib borayotganligi, ishlab chiqarish korxonalarining hammasi chuchuk suv zaxirasidan foydalanadi jarayonlarida. Uchinchisi, inson omilini ortib borayotganligi. Xohlaymizmi yo'qmi? Inson omili ortgandan keyin iste'mol ham shunga yarasha talab ham ortadi suvga nisbatan. Lekin suv zaxiralari ortib ko'payib bormayapti, kamayib boryapti. 2023-yil davlat rahbari O'zbekistonda yer osti suv zaxiralari 5 metrdan 15 metrgacha kamayib borayotganini ta'kidlab o'tdilar. Yoki o'sha yer usti suv zaxiralarimiz, daryolarimiz, o'sha kelayotgan kanallarimizdagi suvni kamayib borayotganini hammamiz ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. U uchun 2 ta diplom yoki mana bunchalik bosh kerak emas yoki 5 ta ko'z kerak emas. Hammamiz ko'rib guvoh bo'lib boryapmiz. Lekin eng asosiy muammo suvga nisbatan ko'r-ko'rona xo'jasizlarcha munosabat bo'lyapti. Ya'ni o'zida 20% suv shakllanadigan jamiyat uchun transport vositasini
ichimlik suvida yuvish, gilamini yuvish, asfaltiga bo'lar bo'lmasga suv sepish yoki o'sha tomorqasini ichimlik suv bilan sug'orish bu bilmadim, o'z joniga qasd qilishdek gap. Men keskin bir fikr aytmoqchiman, ammo otam bilan qurgan bog'imizdagi dom tomorqasi haqida gap ketyapti. Zo'r bo'lsa 2 sotuv maydon qurilgan mevali daraxtlar, albatta ular kelajakda unsin, o'ssin. Endi yaxshi niyatlar bilan qilingan, ana o'shalar qurib ketishi aynan men qonunga xilof ish qilgim kelmayapti. U shtraf yozishi bir safar yoki yana kelib ogohlantirishi bir safar o'tib ketishi mumkin. Lekin o'sha narsani qilmaganimiz daraxtlarni qurishi va ekologik vaziyatda ham o'sha kislorod yetishmasligi, ekinlarni qurib ketishi masalasi shaxsan menga yoqmadi. Bu fikrni bir deputatimiz ham bevosita ta'kidlab o'tdilar. Biz nihol ekamiz va niholimizni suv bilan sug'orayotganda shtraf qilasizlar. Bu qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi? Hurmatli, xuddi sizni vaziyatingizga uchragan teletomoshabinlar, avvalambor ekin yeri qilayotganda, nihol ekayotganda, dov-daraxt yoki tomorqa qilayotganda uni sug'orish o'sha bosqichlarini ham, manbalarini ham o'ylab ko'rish kerak. Ichimlik suvdan sug'oraman deb maqsad qilib bog' qilmaslik kerak. Yana bir marta ta'kidlab o'taman, ichimlik suvi birinchi navbatda o'z nomi bilan ichish uchun. Lekin shunaqa joylari bor, masalan, Vazirlar Mahkamasining qarorida ham yozib qo'yilgan, kechki tungi soat 00 dan ertalabki tongi 5 gacha sug'orish mumkin ichimlik suv bilan agar oldingizdan ariq o'tmagan bo'lsa va sizning suv hisoblagichingiz bo'lsa deb aytib o'tilgan. Bunda bevosita gektarlab plantatsiyalar qilish yoki baliq boqish uchun basseynlar qilish emas, o'sha siz aytganingizdek hovli oldini bir 4 ta 5 ta nihol yoki bir 1,5-2 sotuq yer nazarda tutilgan. Lekin mana shu yili 2025-yili o'zi hammamiz guvohi bo'ldik, barcha o'sha hududlarimizda ob-havo bilan bog'liq o'sha noqulayliklar yuzaga kelgani uchun davlat rahbari faqat Toshkent shahrida bahor va yoz mavsumlarida ruxsat berdilar ichimlik suvidan yerlarni, tomorqalarni sug'orishni cheklovlarsiz, ya'ni tungi emas, kunduzi ham sug'orishga ruxsat berdilar. Lekin bu degani ichimlik suv bilan xuda-behudaga sug'orish kerak degani emas. Deylik, sho'tchigim bor, kechqurun ruxsat bor, arig'im yo'q. Bog' qurayotgan. Bog'imizda 7 tagina bir novda daraxt bor. U bir katta bog' haqida gap ketmayapti, ammo shunday insonlar ham bor, domda ko'p qavatli uyda istiqomat qilayotgan va keyin shu mahallani bolalariga, keyin daraxt bo'lsa shamolli changni to'sadi. Men qator faktlarni sanab berishim mumkin. Sizga ham ayon bu faktlar nima haqida gap so'z ketyapti. Qanday yana yechim bor, konstruktiv. Unday bo'lsa, mana bunaqa qilish kerak. Suving ham bo'ladi, ichimlik suviga zararing ham tegmaydi. Yer ostidan quduq qazish mumkin yoki o'sha transport vositasi orqali suvni olib kelish mumkin. Masalan, haftada 2 marta, 3 marta sug'orilsa yoki haftada 1 marta sug'orilsa ham yetib ortadi u daraxtlarimizni. Yokida o'sha vodoprovod tarmog'idan sug'organda ham 1 marta, 2 marta sug'orilsa yetarli. U ko'llatib sug'orish u sholi emas-ku. Bemalol sug'orsa bo'ladi, u juda vahimali emas. Yana bir jihatda, asosiy jihat. Yuqorida o'sha raqamlarni ta'kidlab o'tdik, 90%imizni qishloq xo'jaligiga ishlatyapmiz dedik-ku, suv zaxiralarimizni. O'shani foizini qisqartirsak, ichimlik suv zaxiralari bilan bog'liq muammolarimizni uzoqlashtiramiz ozgina. Masala shunda. Bir yilda O'zbekistonda umumiy suv sarfi 53 milliard kub atrofida. Umumiy, bu yerda o'sha qishloq xo'jaligi ham bor, sanoat ham bor va maishiy ehtiyojlarimiz uchun. Maishiy ehtiyojlarimiz uchun bor yo'g'i mana shu suvni 4% ni ishlatamiz. Ya'ni o'sha siz aytayotgan ichimlik suv sifatida. Endi tasavvur qiling. Hozir mana qishloq xo'jaligida qator islohotlar bo'lyapti. Ya'ni o'sha tomchilab sug'orish, purkab sug'orish, yerni demak o'sha lazerda tekislab turib sug'orish va hokazo va hokazo. Ana shuni natijasida 1 yil davomida o'tgan yili 8 milliard kub suv iqtisod qilingan. Men sizga bitta raqamni aytaman endi. Buni suv xo'jaligi vaziri Suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotlaridan olingan bu narsa. Endi mana shu 8 milliard kub suvni ichimlik suv sifatida biz 4 yil beramiz aholiga. 8 million aholiga biz 4 yil beramiz. 4 yil davomida mana shu iqtisod qilingan suvni o'zini ichimlik suv sifatida beramiz. Faqat bu yerda bitta narsa borki, mana shu berilayotgan ichimlik suvni qayta ishlanishi bor. Bu yerda gap shunda ketyapti. Ya'ni tozalangan suvni, ichimlikka yaroqli qilib berilgan suvni shunchaki oqizib yuborish yoki bo'lmasa isrof qilib yuborish. Endi isrof qilish deganda bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Siz 1 stakan suv ichadigan bo'lsangiz, ana shu 1 stakanni iching. Ikkinchi stakanni shunchaki olib to'kib yubormang. Yoki bo'lmasa shu 1 chelak bilan hal bo'ladigan, sug'oradigan shuni holingizni 1 chelak bilan tomchilab sug'oring.
Sizga yetadi shu narsa. Yoki bo'lmasa, yana bitta misol. Keling hali yiriklashaylik. 1 tonna bilan hal bo'ladigan masalangizni 10 tonna suvni shunchaki isrof qilib ishlatmang degan ma'noda bugun iqtisod haqida gap ketyapti. Afsuski bugun mana shu iqtisod haqida gapirsangiz, aksariyat yurtdoshlarimizni ensasi qotadigan bo'ldi o'zbekcha aytganda. Men sizga bitta misolni aytaman. Bu misolni balki ko'p eshitgandirsiz. Oddiy tish yuvganimizda 200 gram suv bilan hal bo'ladi aslida. Yevropa, Yaponiya hattoki o'sha 200 gram suv bilan hal qilyapti. Bugun biz 3 litrdan 7 litrgacha shu arzimagan narsa uchun suv ishlatyapmiz. Endi buni kishi boshiga hisoblang, masalan, aytaylik birgina Toshkent shahrining o'zida 3 million aholi boring, yana 1 millioni o'sha ertalab turib birgina tish yuvganning o'zida qancha suvni iqtisod qilish mumkin agar istaganni o'zida yuvsa, yoki bo'lmasa oqizib yuvsa qancha suvni isrof qilish mumkin. Men hali vanna haqida gapirayotganim yo'q, basseynlarimiz haqida gapirayotganim yo'q, yoki bo'lmasa yana boshqa hali isrof qilayotgan suvlarimiz haqida gapirayotganim yo'q. Toshkent shahrining o'zida mana bir kecha kunduzda aholiga 2 million 400 kubgacha suv beriladi bir sutkada. Bu respublikani deyarli yarmi degani. Respublikaga 4 million 800 kub atrofida suv beriladi. Tasavvur qilyapsizmi? Lekin isrofgarchilikning kattasi ham Toshkent shahrida. O'sha gilam yuvishdan tortib mashina yuvish va hokazo sug'orishgacha. Endi siz sug'orish haqida gapirdingiz. Men sizga bitta narsani faktni aytaman. Men o'zim ko'rgan narsani. Bir odamni taniyman, mana shu sug'oradi, lekin siz bilan menga o'xshab shlankada sug'ormaydi. Kechqurun mana shu salqin tushganda chelakda suv oladi yoki baklashkada suv oladi, shu daraxtni iliziga to'g'rilab, teshigini to'g'rilab qo'yadi. Ertalabgacha ana shu suv tomib bo'ladi. Bu suv demak bir hafta 10 kunga yetadi. Tasavvur qilyapsizmi? Bitta nihol uchun bor yo'g'i 5 litr suv ishlatyapti. Bugun biz nima qilyapmiz? Biz xohlayapmiz, mana shu ko'llatib sug'orishni xohlayapmiz ichimlik suvdan yoki bo'lmasa gektarlab огородimizni sug'orishni xohlayapmiz. Afsuski so'nggi vaqtlarda mana shu ichimlik suviga tajovuz qilish holatlari ko'paydi. Viloyatlarimizda asosan mana shu gektarlab bog'larni sug'orish, albatta katta o'sha tarmoqlarga baliq boqilyapti-da. Katta tarmoqlarga zarar yetkazish holatlari Qashqadaryoda bo'ldi shekilli, adashmasam shu katta suv tarmog'ini teshib turib, katta bog'ni sug'orishga ishlatgan. Yoki chorvani sug'orishga. U qaytib yopilmaydi, u qaysidir tumanga yoki shaharga suv borayotgan bo'ladi. Magistral quvur. O'tkir tig'li matoh bilan o'yib, o'sha yerda chorvasini sug'orib yoki plantatsiyasini sug'orib, borgan suv nazoratchisini haqoratlab, urib so'kib haydab yuborib yoki pul taklif qilib, mana shunaqa holatda uchrayapti-da. U yoqda bosim pasayib boradi. Bilasiz, endi keyingi tumanga yoki keyingi viloyatga bosim pasaygandan keyin kim aybdor? Hukumat aybdor, suv yetkazib beradigan tashkilot aybdor va hokazo va hokazo. Viloyat emas, sug'orayotgan qo'shni, mana keyingisiga hattoki bosim tushmasdan qancha murojaat bo'lgan. Men ma'lumot o'rnida aytib o'tishim mumkin. Joriy yilning noyabr oyida tarmoqqa noqonuniy ulanishlar soni 4351 tani tashkil etgan. Ya'ni 4351 ta o'rinda tarmoqdan o'sha noqonuniy ulanib ichimlik suvidan yuqorida aytilgan maqsadlarda foydalanilgan va yetkazilgan zarar 82 milliard 100 million so'mga yaqin. Uni undirilgani 35 million so'm. Qolgani sudga berilgan undirish jarayonlarida. Xuddi shunday. Aytmoqchimizki, suv resurslari tuganmas emas. Yuqorida aytilganidek, umumiy suv manbasining atigi 4% bugun kecha kunduzda o'sha 2 yoki 2 milliard 200 million suv olinayotgan bo'lsa, bu dinamika o'sib borish dinamikasida. 2018-yilda aholiga 1 milliard 553 million kub metr suv berilgan. 2019-yilda 35 million kub metrga ko'payapti. 2019-20-21-yillarda ham bu dinamika ko'tarilib 1 milliard 628 million kub metrga o'syapti-da. 2022-yilda bir yilning o'zida bu ehtiyoj 100 million kub metrga o'syapti. Tasavvur bo'lishi uchun 1 million kub metrni aytaman. 1 million kub suv degani bu bitta Olimp bilan to'ldirilgan stadionidan 400 tasi degani. Demak, bu degani yil sayin aholiga ichimlik suv yetkazib berish dinamikasi o'sib boryapti. Va 2030-yilga borib 2022-yilda yetkazib berilgan suvga nisbatan 11% ko'p suv kerak bo'ladi aholiga yetkazib berish uchun. Yuqorida mutaxassislar aytib o'tganidek, suv resursining o'zi pasayib boryapti. Va bu o'rinda beixtiyor ichimlik suvini o'sha qonunchilikda belgilangan normalar asosida foydalanish maqsadga muvofiq. Ya'ni suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida yer osti va yer usti manbalaridan birinchi o'rinda iste'mol uchun berilishi lozim. Ya'ni ichimlikka berilishi lozim.
boshqa maqsadlarda yo'l qo'yilmagan. Lekin bugun ko'rishimiz mumkin, o'sha yer ostidan olingan suvlarni beixtiyor o'sha qishloq xo'jaligidagi mahsulotlar to'g'ri kerakdir, lekin ichimlik suv hisobiga emas. U qayta ishlangan va respublikada 24 ga 7 ravishda 26 mingta ishchi o'sha qayta o'sha suvni iste'molga yaroqli bo'lishi uchun ishlab turibdi uni orqasida. Qancha mehnat bor, mablag' bor. Ya'ni ichimlik suvdan u maqsadda foydalanish bu o'rinda menimcha qonun jihatdan ham, vijdon ishi jihatdan ham noto'g'ri bo'lsa kerak. Birinchi navbatda xuddi mana shunaqa o'g'rincha holatlar, noqonuniy foydalanishni oldini olish maqsadida 2023-yil may oyidan boshlab jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritildi. Ya'ni vodoprovod tarmog'iga, elektr tarmog'iga va tabiiy gaz tarmog'iga shaxsiy manfaat topish yo'lida foyda topish uchun ulanish endi o'g'irlik sifatida baholanib, 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi qo'llanildi. Endi shunchaki siz o'g'rincha foydalanayotgan bo'lsangiz, shtrafini to'lab dalcha foydalanmaysiz. Endi jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bu bir. Ikkinchidan, bugungi kunda ushbu jazoni o'tayotgan o'nlab hamyurtlarimiz bor. Ming afsuski, o'nlab hamyurtlarimiz endi suvni o'g'irlab ham qamalishyapti. Ikkinchi bir jihat, biz 25-26 yil davomida yopiq davlat bo'ldik qo'shnilarimiz uchun. Davlat rahbarining siyosiy irodasi tufayli qo'shnilarimiz bilan aloqani yaxshilab, mustahkamlab, ular bilan do'stona rishtalarni yanada yuqori tempga ko'tarishga erishdik. Nima uchun? Suv ulardan keladi. 80% suv ular o'sha qo'shni chegara davlatlaridan keladi. O'sha uchun, birinchi navbatda shu uchun 20% bilan biz bunaqa isrofgarchiligimiz bilan hech biz bilasizmi qachon mana shu dardlaringiz qachon bizga yetib keladi, jamiyatga yetib keladi. Havo nafas olish pul bo'lgan yaqinda ro'y bergan davrni eslaymiz hammamiz. Havo olish, nafas olish pul bo'lgan bir davrni eslayapmiz. Ana shunaqa davr boshimizga kelganda yoki ma'lum arab davlatlarida adashmasam ichimlik suvini narxi juda yuqori deb eshitganman. Arab davlatlarida asosan texnik suv bor. Texnik suvni demak binoni tepasiga olib kelib idishga to'ldirishadi. Ichimlik suv sifatida do'kondan sotib olinadi. Ya'ni uni ichib umuman hech qanaqasiga ichib bo'lmaydi. Yo'q, texnik suvni ichib bo'lmaydi. Faqatgina mana shu maishiy ehtiyoj uchun, cho'milish uchun yoki boshqa mana shunaqa ehtiyojlar uchun ishlatiladi. Biz endi o'sha biz ham balki bir kun kelib ana shu boshimizga tushganidan keyin biz ham o'sha u suv o'zi qimmat narsa ekan. Yaqindan o'sha nafas ola olmaganimizda, havoni qadriga yetganimizda, qachonki jo'mrakni ochganimizda suv ichmasa, shundagina qadriga yetamiz. Hozir bevosita mana shu narx haqida gapirayotganimizda ekran ortida ko'rayotganlar o'ylash mumkin, yaqinda suv narxi ko'tariladi deb. Lekin hozirgi paytdagi suv narxini bir eshitib ko'ring. Respublika bo'yicha umumiy olganda suv narxi 3 so'm. 1000 litringiz 3333 so'm bo'ladi. 1 litr suv 3 so'm. 3 so'm. 1 litr suv tasavvur qilyapsizmi? 3 so'm muomalada yo'q. Muomalada yo'q aslida. 1 kubi o'sha 1000 litr bo'ladi. 3333 so'm bo'ladi. 1 kub suv. 3000 so'm. 3000 so'm ko'tarib do'konga kiring, necha litr suv olasiz? Salomingizga hali olishlari mumkin. Rahmat Suv sizga. bermaydi lekin. Tojikiston mutaxassislari shunday fikrdaki, mana hozir 30% suv muzliklar erib ketgani haqida gapirdik, lekin bu jarayon shu darajada tezlashganki, shu iqlim isishi natijasida yaqin 10 yil uzog'i bilan 15 yilda biz muzliklarni yo'qotamiz degan fikrni aytdi Tojikiston mutaxassislari. Sababi mana shu katta muzliklar qo'zg'aldi joyidan deydi. Mana shu tog'larning orasida joylashgan muzliklar joyidan qo'zg'alib ketdi, shu erish kuchayib ketganligi uchun deydi. Ana endi tasavvur qiling, qo'shnimizdan kirib keladigan suv bizga kelguncha u aslida o'zi qimmatga tushishi kerak, lekin bizning davlatimizda mana shu suv ta'minoti ijtimoiy himoyaga qaratilgan sohaga aylanib qolgan. Ya'ni o'sha aholini qiynamasligi uchun, aholiga qimmat tushmasligi uchun mana shu arzon narxlarda suv yetkazib beriladi. Lekin bu narsani biz hali suv tekin, oldindan oqqan suvni qadri yo'q degan tushunchalarni miyamizga singdirib olganmiz. Mana birgina misol, hozir mana narx-navo haqida gapirdingiz. Toshkent shahrida masalan, siz o'zingizdan so'rashim mumkin, qancha to'laysiz masalan? 1 tonna suvga qancha to'laysiz masalan? Bilasizmi? Rostini aytsam narxini bilmaysiz, ko'rdingiz? Aksariyat yurtdoshlarimiz shunday. Toshkent shahrida agar 10 tonna suv ishlatsangiz, toza suv ishlatsangiz, 14 ming so'm pul to'laysiz. Qay darajada? 1000 litri bir ziva 1400 so'm. Mana shu 10 tonna suvga 14 ming so'm pul to'laysiz. Albatta endi bu yerda kanalizatsiya bor, oqova suv xizmati alohida u. Lekin ichgan toza ichimlik suvingiz uchun 14 ming so'm pul to'laysiz. Mana yaqinda bitta narsani ham shu o'rinda endi 12 kelganda aytib ketaman, faqat tomoshabinlar noto'g'ri tushunishmasin. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p hali filtrlarni reklama qilishyapti, vodoprovoddan suvni olib uni yaroqsizga chiqarishyapti. Men mana shu ekrandan foydalanib, ya'ni ko'rsatuvdan foydalanib aytamanki, berilayotgan suv mana shu davlat standartlariga to'liq javob beradi. Hech qanaqa filtrga hojat yo'q. Men mana shu 100% kafolat bilan aytaman. Bu narsani aytib
filtr olib kelayotganligiga hech qanday qarshiligimiz yo'q. Filtrni o'zini foydalanadigan joylari bor. Masalan, o'sha suvni tarkibidagi minerallar ko'payib ketganda yoki bo'lmasa manbasi noma'lum bo'lgan suvlarni olganda filtrdan foydalanish kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bugun masalan sizni jo'mragingizdan Toshkent shahrida ertalik oqayotgan suvda minerallarga boy suv tushyapti. Ya'ni ochiq havzadan olinganligi uchun, ya'ni tog' toshlardan kelgan suv bo'lganligi uchun u yerda 20 turdan ortiq mineral tuzlar bor. Ya'ni inson organizmi uchun kerak bo'ladi. Ravshan aka, butun respublikadan oqayotgan Albatta, suvlarimiz albatta. Respublika haqida ruxsat bersangiz, respublika haqida gap ketyapti. Men Toshkent shahrining Yunusobod tumanida tug'ilib o'sib katta bo'lganman va ma'lumki voy sizlarni suv zo'r deb o'rtoq degan juda ko'p bizani suv haqida maqtovlar. Biz endi yoshlikda o'sha stakani suvni ichib katta bo'lgan ekanmiz. Hech kasal bo'lmadik. Viloyatga borganda deydi. Bir safarda bo'lganimizda aka mana bu vositalardan o'sha yuvinish jarayonida foydalaning, bosh yuvish jarayonida suvimiz juda sho'r krandan oqadigan, nimadir bo'ladi deganda ichib ham bo'lmaydi desam, yo'q, ichamiz deyapti. O'sha shu vaziyat qanaqa? Yo'q, qarang, masalan, bizni hozir butun respublikadan ko'rishyapti, tomosha qilishyapti. Respublikada o'zi yer osti va yer usti suv zaxiralari bor. Yer ustidan keladigan suv zaxiralari minerallarga to'yinib keladi. Toshdan toshga urilib, o'sha yomg'ir, qor suvlari erib keladi. Yer ostidan chiqayotgan suvlarda nisbatan natriy xloridlar nisbatan ko'p bo'ladi. O'sha uchun qattiqroq deyiladi. Lekin butun respublika bo'yicha 24/7 rejimida har bitta suv inshootidan chiqadigan suvlarimizda laboratoriya har 1 soatda tekshirib turadi. Har 1 soatda laboratoriya bizani inshootdan chiqadigan suvni tekshirib turadi. Lekin yumshoqlik, qattiqlik jihatdan masalan Toshkent shahar, Samarqand shahridan chiqayotgan suvlar nisbatan yumshoq. Ular yer usti suv zaxiralaridan olgan suvni hisobiga. Boshqa hududlarimizda yer ostidan chiqib, uni qo'shimcha o'sha minerallar bilan boyitganimizning hisobiga nisbatan suv qattiqroq. Lekin o'sha GOST bo'yicha, davlat standartlari bo'yicha hammasi ichimlikka yaroqli. UzWater yagona billing tizimi ishga tushirilganidan ko'plar xabardor, xabari yo'qlarni ham hozir xabardor qilishni istagan bo'lardik. Shular haqida gapirib bersangiz. Bu oddiygina billing baza respublikadagi boshqa bazalar bilan integratsiya qilingan baza hisoblanadi. Bu nimani beradi? Bu har bir iste'molchi inson omilisiz o'zi iste'mol qilayotgan suvni hisob-kitobini to'g'ridan-to'g'ri shaffof tarzda amalga oshirish imkoniyatini beradi. Bazaga siz iste'mol qilayotgan iste'molchi sifatida siz iste'mol qilayotgan suv haqidagi miqdor ma'lumot jo'natib turiladi va baza sizga avtomatik ravishda hisob-kitobini qilib beradi. Telegram tarmog'iga kirib, UzWater deb o'sha lotin tilida yoziladi va undan keyin hisob raqam kiritiladi va SMS keladi. Adashmasam, shaxsiy telefoniga biriktirilgan telefon raqamiga SMS keladi. O'shani kiritgandan keyin har bir o'sha abonent, har bitta kishi o'zini shaxsiy kabinetiga ega bo'ladi. Shaxsiy kabinetda ichimlik suvidan foydalanayotgani, haqdorligi, qarzdorligi ma'lumotlari kiritib boriladi va oyda bir marta pulni predoplata, ya'ni oldindan to'lov amalga oshiriladi o'sha bazada va hisoblagich ko'rsatkichini kiritib boradi oyda bir marta. Bu juda qiyin emas va juda ko'p ilm talab qilmaydi. Bir savol beraman. 2 yo 3 so'z bilan unga javob berishga harakat qiling. Sizcha ichimlik suvi tejalishiga o'z oilangizda qanday ishlar qildingiz? Men mutlaqo uyimda shlanka ishlatmaydigan bo'ldim. Men nafaqat suvni, barcha resurslarni ekonom qiladigan, iqtisod qiladigan odamga aylanib qoldim. Millatim nasli bashardir, vatanim kurrai arz, ikkisin xizmatin qilmoq, ikkisidan jon qarz. Ustoz aytganlaridek, nafaqat suv, balki barcha resurslarni tejash butun yer shariga va yer sharini vatan qilib, butun insoniyatni qondoshi bilib, o'zini avlodi bilishdagi gap hisoblanadi. Demak, ajdodlarimiz merosi emas, kelajak qarzini yetkazish kerak. Oddiy kundalik idishlarni yuvishda kranni ochib qo'yib emas, tog'oraga oddiy idishda suv olib bir marta chaysa ham o'sha idish yuviladi. Suvni iqtisod qilish kerak. Sizcha siz nima qildingiz? Mana shu savol bilan ko'rsatuvimizni nihoyasiga yetkazar ekanmiz. Aminman, nihoyaga yetganidan so'ng mana shu savolga javobni qidirib, unga amal qilishni boshlaysiz. Bu o'zimizda tok shousi edi. Siz bilan yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.